Assalomu alaykum umma kichik do'stlar. Bugungi anglaydigan cho'chkimiz Dungu apandi. Burunning burnusida Dungu apandi degan bir kishi o'tgan ekan. Bir kuni u liq kitobga chilangan bir tag'arni eshakka artib shaharga dars o'tkili menibdi. U tog' orasida ketyapsa, bir bo'ra yugurib kelib, "Apandi, meni qutqizib biling. O'zi kaynimdan qo'g'lab kelyotidi" deb yolvoribdi. Dungu apandining bo'riga ichi og'rib, eshakdan tushib, "Sen mening kitobga chilgan tag'rimga yoshirinib ol" debdi. Dungu apandi tag'ardagi kitoblarni elib etib, bo'rini tag'arning ostiga yotqizib, ustiga kitob qachilab, tag'arni eshakka artib yo'liga ravon bo'ldi. Hayal o'tmayla o'qiya tutgan bir kishi kelib, "Apandi, bir ko'rdingizmi?" deb so'rabdi. Dungu apandi beshini chayqab, "Yo'q, ko'rmadim. Tog' yo'li agri to'qay tursa, u allaqachon qochib ketgandi" debdi. Ovchi yiroqlab ketgandan keyin Dungu apandi tag'ardan bo'rini chiqarib qo'yib, "Bangay" deb turishiga bo'ri uni chaqiribdi. Bo'ri unga, "Hey, yaxshi niyatli apandi. Mening qarsiqam bek echib ketdi. Yaxshilik qilgan ekansan. Oxirgacha qil. Endi men seni yey" debdi. Dungu apandi uning gapini anglab qo'rqib ketibdi. U bo'riga, "Sen yovuz bo'ri, rostli vafoga jafo qiladigan nima ekansan? Men sening joningni qutqizgan tursam, endi sen mening jonimga zamin bo'lamsan" debdi. Bo'ri zaharxandalik bilan kulib turib, "Sen gapimni tushunmayapsan. Men seni yemisam, ochliqdan o'lmamdiman. Sen shundoq aq ko'ngil turoqliq, mening o'lib ketishimga chidab tura olamsan" debdi. Bo'ri tishlarini hingaytib etilib ketdi. Dungu apandi darhol eshakning kayniga o'tib olib, "Bu ishga boshqalar bir nima deb baqsin" debdi. Bo'ri Dungu apandining so'ziga qo'shilibdi. Ular birlikda oldiga qarab menibdi. Ularga balketman ko'tarib ketayotgan bir dehqon buvay uchrabdi. Dungu apandi buvayga "Bu ishga bir adil baho bersangiz" degan ekan. Buvay, "Bu mumkin emas. Sen bo'riga ziyonkashlik qilmoqchi bo'lganliging uchun u seni yemoqchi bo'pti" debdi. Bo'ri buvayning so'zini anglab, xo'shal holda, "To'g'ri aytasiz. Meni tag'irga solib, ustimga nurg'un kitoblarni bostirib qo'ydi. U meni qaslab o'ldirmoqchi bo'ldi" debdi. Buvay kulib turib, "Men sening gapingga ishonmayman. Sen shundoq yo'g'on tursang, tag'irga qandoq botsan" debdi. Bo'ri, "Men tegilib turg'achqa botdim. Tegilib turib, qiynalib ketdim" debdi. Buvay tag'arning og'zini ochib, "Men yana ishonmayapman. Undoq bo'lsa, sen yana bir qatim tag'irga kirib boqsan" debdi. Bo'ri buvayning gapiga ma'qul bo'lib, tegilib tag'arning ichiga kiribdi. Buvay chaqqonlik bilan tag'arning og'zini ching etyapti. Buvay, "Kishilarga ziyon yetkazadigan bundoq maxluqni urib o'ldirish kerak.
Onunğa iç ağrıtsan, bu sana ziyan yetkizidi. deb qo'lidagi balkatman bilan bo'rini urishga boshlabdi. Bo'ra ichinishliq yo'rkirab, oxir jon uzibdi. Dungu apandi qo'rqqanidan eshakning yenidan neri ketolmay g'ol-g'ol titrab ketibdi. Kichik do'stlar, bugungi cho'chkimiz mushu yergacha. Allohga omonat.